1717-yilda Pyotr V farmoni bilan Aleksandr Bekovich Cherkasskix va xonligini Rossiya ta'siriga kiritish va Amudaryoning eski o'zani Kaspiy dengiziga qo'yilgan yo'lini topish uchun harbiy ekspeditsiyaga chiqdi. Yurishning asosiy maqsadlari Amudaryo oqimini o'rganish va eski o'zanga qaytarish, Xivaga boradigan yo'l bo'ylab qal'alar qurish, Xiva xonini Rossiyaga vasallikka ko'ndirish, Hindistonga savdo yo'lini ochish uchun razvedkachi ofitserlarini yuborish, oltin konlarini qidirish bo'lgan. 1717-yilda avgust oyida Bekovich 3000 askar bilan Xiva yaqiniga yetdi. Xiva xoni Sherg'ozixon rus qo'shinini jangda yenga olmasligini bilib, hiyla ishlatdi. U tinchlik taklif qildi va rus qo'shinini 5 otryadga bo'lib, turli shaharlarga joylashtirishni so'radi. Bekovich rozi bo'ldi, ammo qo'shinlar tarqalib zaiflashgach, Sherg'ozixon hujum qilib, barcha otryadlarni birin-ketin qirib tashladi. Bekovich o'zi ham qatl etildi. Ekspeditsiyadan juda oz qismi tirik qoldi. Bu yurish Rossiyaning O'rta Osiyoga ilk harbiy yurishi bo'lib, to'liq mag'lubiyat bilan yakunlandi. Bu mag'lubiyat O'rta Osiyo va Xorazmga bo'lgan keyingi intilishlarni uzoq vaqtga to'xtatdi.